Men Ismatova Nargiza Qamariddinova 40 yillik pedagogik stajga egaman. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinf davlat va huquq asoslari, 7, 8, 9, 10, 11 sinflarning tarbiya darsliklari, 7-sinf O'zbekiston tarixi, 8-sinf, 9-sinf, 10-sinf O'zbekiston tarixi darsliklarini muallifiman. Bundan tashqari yana bir qancha shu ta'lim sohasi bilan bog'liq bo'lgan darsliklarni yaratib keldim. Hozirgi kunda tarix fanlari bo'yicha PhD'ni ham himoya qildim. Mana shu ta'lim tizimida amalga oshirgan kamtarona mehnatlarimni davlatimiz qadrlab, Shuhrat medali, Xalq ta'limi a'lochisi, Xalq ta'limi fidoyilari ko'krak nishonlari bilan taqdirladi. Umrimni deyarli mana hozirgacha bo'lgan o'sha maktabni bitirganimdan to hozirgi kungacha bo'lgan butun umrim davomida maktab mening hayotimga aylandi. Ta'limni barcha bo'g'inlarida faoliyat yuritdim. Hozirgi kunda Ziyoziko maktabining direktoriman. Maktabimiz 10 yildan beri ta'lim xizmatlarini amalga oshiradi. Bu yillar davomida maktabimizni yutuqlari juda ham ko'p. Chunki maktabimizda o'z kasbining fidoyilari bo'lgan. Ta'lim uning qadriyatiga, ta'lim ustozlarimizning hayotiy qadriyatiga aylangan pedagoglarimiz faoliyat yuritadi. Maktabimizda bitiruvchilarini yutuqlariga e'tibor beradigan bo'lsak, maktabimiz mana bu yil 11-sinf o'quvchilarimizni 100% oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilindi. O'quvchilarimiz ichidan prezident maktablari, ixtisoslashgan maktablar, jumladan Abdulla Qodiriy, Al-Xorazmiy, Ibn Sino kabi maktablarga kirgan o'quvchilarimiz ham yo'q emas. Ta'lim muassasalarini o'quvchilari bitta emas, bir nechta tilni o'rganib, ta'lim muassasasini bitirishi kerak. Biz aynan mana shu prezidentimiz tomonidan qo'yilgan talablarni maktabimizda amalga oshiryapmiz. Bu qanaqa talab edi? Bu ham o'quvchilarimiz ingliz tilini, ham arab tilini o'rganishyapti. Va hozirgi kunda kichkina sinf o'quvchilarimiz 1-sinfdan to 5-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimiz 166 nafar o'quvchimiz. Aniq raqamlarni aytamiz, 166 nafar o'quvchimiz bolalar IELTS'ni qo'lga kiritishdi. Yuqori sinf o'quvchilarimiz 8, 9, 10, 11 sinf o'quvchilarimiz 38 nafarida bitta emas, bir nechta fanlardan milliy va xalqaro sertifikatlari bor. Bu bizni hozirgi dastlabki yutuqlarimiz. Bunaqangi yutuqlarimiz hali oldinda ko'plab bo'ladi. Va biz mana shu ishlarni amalga oshirishda, jondan aziz bo'lgan farzandlarimizni tarbiyalashda, ularni bilimlarini yetuk qilib tarbiyalashda o'z mehnatimizni ayamaymiz va albatta biz sizni Ziyoziko umumta'lim maktabida kutib qolamiz.